Toshkentdagi to'yxona alanga ichida qoldi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. 28-iyun kuni Toshkent shahrining Sergeli tumanida joylashgan Meros to'yxonasida yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda poytaxt favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, yong'in haqidagi xabar boshqarmaga soat 21:29 da kelib tushgan. Yong'in qutqaruv texnikalari manzilga soat 21:37 da yetib borgan. Soat 22:42 da yong'in o'chirilgan. Birlamchi ma'lumotga ko'ra, to'yxona ichida barcha fuqarolar evakuatsiya qilingan va yong'in oqibatida jabrlanganlar yo'q. Ta'kidlanishicha, vaziyat to'liq Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi nazorati ostida, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.